Mana mashina egasi umli ekan, qarang. Zanglab ketgan, arzonga gelikka olyapti-da. Shunda O'zbekistonga o'tyapti-da, Bekavto tuningga beryapti-da mashinani mana. Eskicha 98-yilda ishlab chiqarilgan gelik. Buni mana ponni ishib tashladi. Xitoyliklarning videolarini cho'tki ishlayapti-ku, lekin sifatini men borib ko'rganman. Hozir bunga bitta zo'r yangilik qilganman. Ozgina kuzatib tursangiz, inshaalloh erta yoki indinga yetib kelish kerak. Mana shu kirloni sotib olganman. Yangicha o'tgan safar qiynalgan narsamni originalini qimmat bo'lsa ham oldim. Sababi bu mashinaning egasi mashinani yangi oldi. Ukamman gelikka tushunmayman. Seni ko'rib, senga ishonib mana shu mashinani oldim. Zo'r qilib berdi-da. Gap yo'q bratan dedim. Ozroq pul qolsa ham mana shu mashinani konkretni qilib berishga qo'limdan kelganicha harakat qilib ko'raman. Qo'llab-quvvatlab, poddeshka qilib tursangiz inshaalloh cho'tki chiqadi. Lekin yaxshigina xo'rlangan variant ekan gelik.